Hormiylar biza Lunacharskiy mahallada biza 2 qavatli akamiz uy qurganlar. Patologlari nihoyatda baland. Bu terrasasi tomonda bizada ikkita tomondan kirsanglar bo'ladi. Holdan ham, родительский spalnisidan ham. Pravda korobka holatda sotilyapti. Родительский spalnida shunaqa joylari bor. Mana bu sanuzel vannalari hammasi. Bu yoq garderobochniy joylari bo'ladi. Kiyim-kechiklari, narsalar turadigan joylari. Ikkinchi qavatdan sekin pastga tushamiz. Bu yoqdan ham o'sha terrasaga chiqsa bo'ladigan joy edi. Bu yoq hol, zinasi. Mana bu yoqda koridorda va u yerda bitta детский xona, kattagina. Mana bu yoqda mini ofis qilaman degandilar. Balkim boshqa narsaga yaratib olsa ham bo'ladi. Masalan, buni sanuzel vanna qilib opshi. Mana bu yoqda o'sha qiz farzandingiz bo'lsa, o'shanga bitta katta xona. Mana bu yoq tomonda garderoblari uchun joy tashlaganlar va keyingi joyi. Mana bu yoqni ham bitta katta xona qilib olsa bo'ladi. No, bitta sanuzel vannaga ajratganman dedilar. Endi pastiga tushamiz, birinchi qavatiga. Bismillah. Hol bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoqda shkaflari, kiyim-kechaklar turadigan joyda. Mana bu yoqda mehmonlar uchun, mana sanuzel bo'ladigan bo'lsa, mehmonlar uchun общий katta spalni. Keldi-ketdi uchun. Mana bu yoqda kirilsa bo'ladigan joylari va o'sha havo aylanishi uchun ham shu joyni tashlaganlar. Keyingi tomoniga o'tamiz hozir. Mana bu yoq tomoni katta zal. Bu yerda qudanda kutib olib, переговорlar qilib, bu hokazo qilib chiqarib olsangiz bo'ladi, xudo xolisa. Imeysi в виду, aytmoqmiz, o'sha korobka holatda sotilyapti deb. Bu yoq yana bitta spalni, o'sha sanuzellari bilan birga. Mana bu yoq sanuzel uchun joy tashlaganlar, vannalar uchun. Ketdik, endi men sizlarga hovlilarini va podvallarini ko'rsataman. Qani. Tak, mana hovlilari. Mana bu hovlilari, mashina kiradigan joy. Demak, hop, podvallariga tushamiz. Podvallariga tushishidan oldin ko'rsataman. Mana terrasasi, bu yoq uylari, bu yoq hovlilari edi. Mana shu yerda podvallari,